Assalomu alaykum bo'lajak millionerlar. Pul manba YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda yangi o'zbek sayt orqali pul ishlaymiz. Video yoqsa like bosishni hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Avvalo saytidan ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Ro'yxatdan o'tish uchun birinchi qatorga telefon raqamingizni, ikkinchi qatorga kuchliroq bo'lgan parol, uchinchi qatorga yozgan parolingizni takrorlab yozasiz, to'rtinchi qatorga esa mening taklif kodim yozilgan bo'ladi. Shu orqali siz saytda 5000 so'm bonus olishingiz mumkin va tasdiqlang tugmasini bosib, muvaffaqiyatli tarzda ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tib bo'lgach, quyidagi kirish tugmasini bosib, o'z telefon raqam va parolingizni kiritib, o'z hisobingizga kirib olishingiz mumkin. O'z hisobingizga kirib olgach, sayt haqida ma'lumotlarga bosh sahifa bo'limida guvoh bo'lishingiz mumkin. Istasangiz, saytning rasmiy Telegram kanaliga obuna bo'ling. Ushbu saytda depozit qilib, mahsulot sotib olib, shu mahsulotdan kunlik daromad olishingiz mumkin. Undan tashqari, saytdan kunlik 1000 so'm bonus olasiz. Mahsulotlarni ko'rib chiqish uchun daromad bo'limiga o'tasiz. U yerda ko'plab mahsulotlar mavjud. Istaganingizni tanlashingiz mumkin. 9 xil mahsulot bor. Ishga tushmaganlari endi ishga tushadi. Keling, biz 5 mahsulotni tanlaymiz. Shu misolida qanday sotib olishni ko'rsatib beraman. Narxi 1,5 million so'm. Hozir sarmoya kiritish tugmasini bosasiz va sizni depozit bo'limiga o'tkazadi. Bu yerdan miqdorni tanlaysiz va hozir to'ldirish tugmasini bosasiz. Keyin sizni to'lov sahifasiga olib o'tadi. Undan tashqari, saytga do'stlaringizni taklif etib, hamkor qilgan holatda pul ishlashingiz mumkin. Buning uchun ulashish bo'limiga o'tib, taklif havolangizni olib tarqatasiz. Birinchi darajali hamkoringizdan 35%, ikkinchi darajali uchun 2%, uchinchi darajali uchun esa 1% foyda olishingiz mumkin. To'lov sahifasiga o'tgach, bu yerdagi karta ma'lumotlaridan foydalanib, ko'rsatilgan karta raqamiga ko'rsatilgan summani to'lashingiz zarur. To'lov qilib bo'lgach, chekni tiniq holatda aynan shu tugmani bosib yuklaysiz. Keyin esa eng pastdagi to'lovni tasdiqlash tugmasini bosib, to'lovingiz tasdiqlanishini kutasiz. Bu jarayonda esa bemalol bu sahifadan chiqib ketishingiz mumkin. Uzog'i 1-2 soat ichida to'lovingiz tasdiqlanadi. Sotib olgan mahsulotingizni daromad bo'limining mening mahsulotlarim bo'limidan tekshirishingiz mumkin. Kunlik daromad qachon tushishi shu yerda ko'rsatilgan bo'ladi. Qo'shib olib bo'lgach, pulni yechib olish uchun pul olish tugmasini bosasiz. Qancha yechib olmoqchisiz, shuni kiritasiz. Minimal pul yechish 20 ming so'mni tashkil etadi. Pulni yechishda 20% lik soliq mavjud. Bu saytning uzoq muddat ishlashiga yordam beradi. Pul yechish uchun hozir yechib olish tugmasini bosasiz. Mana, muvaffaqiyatli pul yechildi. Endi qachon pul yechib kelishini kutamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu mening birinchi hisobim va bunda 150 ming so'm to'langanligini ko'rsatyapti. Rostdan ham mening hisobimga bu pullar yetib kelgan. Endi ikkinchi pul yechganim esa pastroqqa tushamiz bu yerda. 23 ming so'm yechib olganman, yana shu kartamga. Mana qanday yechish bo'yicha jarayonni ko'rishingiz mumkin. Pul yechib olish esa juda oddiy. Avval hamyonni almashtiring tugmasini bosib, karta raqamni qo'shib olishimiz kerak. Birinchi qatorga ismingizni yozib, ikkinchi qatorga bankingizni tanlab, uchinchi qatorga esa karta raqamingizni yozib, saqlash tugmasini bosib, muvaffaqiyatli qo'shib olishingiz mumkin. Undan tashqari, saytga do'stlaringizni taklif etib, hamkor qilgan holatda pul ishlashingiz mumkin. Buning uchun ulashish bo'limiga o'tib, taklif havolangizni olib tarqatasiz. Birinchi darajali hamkoringizdan 35%, ikkinchi darajali uchun 2%, uchinchi darajali uchun esa 1% foyda olishingiz mumkin. Ana, endi videoni loyihadan pul chiqarib olish qismiga ham yetib keldik. Buning uchun hisobim bo'limiga o'tamiz, mablag'ni chiqarish tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, pulni yechish uchun minimal summa 25 ming so'mni tashkil etadi.
Mening hisobimda esa 5000 so'm. Lekin men birinchi hisobimda loyihadan albatta pul yechib olganman. Hozir buni ko'rsataman. Naqd 2 marta pul yechganman. Jarayon qanday bo'lishini ham ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, bu mening birinchi hisobim va bunda 150 ming so'm to'langanligini ko'rsatyapti. Rostdan ham mening hisobimga bu pullar yetib kelgan. Endi ikkinchi pul yechganim esa pastroqqa tushamiz bu yerda. 23 ming so'm yechib olganman, yana shu kartamga. Mana qanday yechish bo'yicha jarayonni ko'rishingiz mumkin.